Modeling industriyada o'rgangan 3 ta top insightlarim. Eng birinchisi bu rad etilishlik. Siz rad etilishlikni, ya'ni rejectionni o'zingizga juda ham personal, ya'ni shaxsiy qilib qabul qilmasligingiz kerak. Chunki bu ish va ishda sizni rad etilishligi bu tabiiy holat. Ikkinchisi, bu sizni industriyadagi eng katta raqibingiz, bu o'zingiz hisoblanadi. Boshqa modellar sizni raqibingiz hisoblanmaydi. Chunki boshqa modellarning parametrlari, ularning yuz tipajlari, ularning umuman o'sha body features umuman boshqa. Uchinchisi bu flexibility, ya'ni meni oyoq razmerim 44, lekin menda shunaqa vaziyat bo'lgan, 42 razmeri bilan o'sha fotosessiyaga oyoq kiyimini kiyishga majbur bo'lganman. Oyog'imni shunaqa qattiq qisgan, lekin bu narsa nimani o'rgatgan menga? Bu narsa o'sha flexibility, moslashuvchanlik bo'lishlikni o'rgatgan. Masalan, meni razmerim o'sha S va M razmerlari menga to'g'ri keladigan bo'lsa, ba'zida men o'zimdan kattaroq razmerlarni kiyib ham o'sha pokazlarga chiqqanim yoki orqamda o'sha o'zida tikishganliklari, bu narsalar moslashuvchanligimni juda ham oshirib bergan.